Qishlog'imga mana hozir yetib kelyapman. Assalomu alaykum sizlar bilan men Karvus. Man nihoyat men qishloqqa yetib keldim. Qishloqqa yetib kelishim uchun uch ishlar qilmadim. Hattoki qamoqdan qo'ydim. Assalomu alaykum Muratjon. Vaalaykum assalom. Sen nima kerakdi? Men sotilmayapman. Sen yangi keldingmi? Biratan yangi keldim. Endi polizlar ham o'sibdi. Qalaysanlar? Tishalarim yaxshimisanlar? Kelding bir qo'yaman hozir uxlaysan. To'xtaysan, sen o'zi kimsan? Man Karvusman. Tanimadingmi? Jahon. Sen oldingi qulon tutuvchimiding? Ashunaqasi qamoqqa kirib ketding-a? Ashunaqasi qamoqqa kirib ketdim. Men seni taniganim yo'q, sen kimsan? Sen necha yoshlining? 10. Senlarman vrachga 10 yil oldin men qamoqqa kirib ketgandim. 10 yil oldin? Nima uchun? Quroq sotayotgan paytim politsiyachi kelib qolgan. Ya'ni soxta politsiyachi. Aynan kim aytdi, menga tezroq qurol ber deb. Aynan keyin beruvdim, u soxta edi. Shuning uchun men qamab yuborishdi. 10 yilgami? Yo'q, 1 yilga. 1 yilga haramni kirsa, ushlab o'ldirib yuborardim. Lekin o'ldirsa yana qamoqqa kirib ketaman. Farqi yo'q. Sen o'ldirsam Minecraft bug bo'lib qopti. Nimaga? Seni o'lsam qo'lim ishlamayapti. Janob mer o'zgardimikin yoki yo'q? Nima bilan? Shamo'n bo'lsa kerak ichida. Oh my god. Sizda buncha pul nima qilyapti desanglar, endi vallahi men bular o'g'illadim. Mayli, chimeylar. Tak. Kimdir bormi? Kerak. Assalom. Qalaysan, vrachga? Assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Yaxshiman. Nima bolali bo'ldingizmi? Nima qilishdi? Siz merosxo'ringizmi endi bu? Qo'rqotyapsan, vrachga. Shunaqa qo'rqoqroq. Karvus, senga nima bo'ldi? Narsa janob mer. Minecraft bug bo'lib qoldi. Demak, siz narsa sotyapsiz, ovqat. Nima bu, sutmi? Vrachga ovqat sotish bilan shug'ullanyapman-da. Bo'pti, vrach. To'xtang, janob mer, qayerga ketyapsiz? Qalaysan, vrachga, qopganishga? Nechinchi yilsan u? 2007-yilmi? 19ga kirganmisan shunda? Конечно. Nima bor, isming Mahmudmanmi? Mahmud, qayerdan qolding? Sen dadingman, nima deyapsan? Sen mana bolalarni sotyapsanmi? Necha pulga? 10 izmuratga. 10 izmurat. 10 menda bormikan? 1 stak, 2 stak, 3 stak, 4 stak, 5 stak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 stak bera olasanmi? Mayli, taniganim yo'q men. Tanimaysan, vrach yo'q. Hozir senga 19 stak beryapman-ku, baraka. Bo'pti, baraka. Oh my god. Oh my god, bilet. Aytib sotib olish kerak. To'xtaychi.
qo'yib mashinalarga tiqib ekan. Assalomu alaykum, Murat, mashina sotasizmi? Ko'rmayapsanmi? Ko'rmayapsanmi, to'poy? Qani sotiladi. Narxi 10 ta Murat. Hozir Murat qarab ko'raychi, endi necha pul bor ekan. Tushib ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Murat 8 ta bor ekan. Ha, unda yo'q. Murat 8 ta bering. Boriga baraka bo'lsa beraman. 9 tagmi? Bo'pti. 1, 2, 3, 4. Ay, sen sanaqa. Ololmaysan, Murat polisga chiqgan. Mana Murat bo'ldimi? Da endi bu joyda seniki, shaxsan o'zingniki. O Murat, sizga rahmat. Kutubxonachi hech yerda. Janob mer, bu yerda nima qilib o'tiribsiz? O'zimga salqin, ana mana qilib o'tiribman-da. Kutubxonachini uyga qaytarilib bilmaysizmi, mabodo? Orqadagi uy. Manami? O yerdagi? Gulniston yonidagi? Dovdirmasa, ana orqadagi toshli. Manami? Da, bratishka. Oldin kutubxona bu yerda bo'lardi. Ha, da. Assalomu alaykum. Janob qishloqi. Siz kutubxonachi ekansiz, meni uyimni topib bera olmaysizmi? Sizni raqami nechi edi? 17. 7 sizlar sotasiz ekan-a? Конечно. Hozir sizni uyingiz raqami 19. U yerdagi burchakda Qayerdagi? bu tarafdagi, bu tarafdagi. Mana shu tarafdagimi rostdan? Mana shu tarafdagi. Mana shu tarafdagimi? Da, Zaynab shunday tur yo'qol, shu tarafda sen uying. Eng oxirida bitta qishloqqa ham bor. O'yda kvartira bo'lib ketgan, lekin sening uyingdan hamali chetda savrasi qishloqi bilan. Bitta-da. Keyin bir o'zim haydayman. Assalomu alaykum, janob ber. Bir kunda 8 marta salom berishi kerak, ahmoq. Kechirasiz. Dom Castalia. Hayır, özüm uyumlu bozuk koy. Karosuz üye. Mana karosuz üye. Yap şlaqı. Sen kimsen? Sen ne kimsen? Bratishka. Bu joyda hozir yashayotgan kvartirasi egasiman. Bu yerda mening bu joy, tushunayapsanmi? Bu seniki emas bu. Sen nima karosuzmisan? Da конечно. Endi bo'ldi. Mana shunda endi gaplashamiz. Mana sandiqda mening pullarim bor edi. Yo'qamanda men iltimos men chiqarib yuborman qishloqqa bilan. Ona shunaqa ishtarsa bo'lmaydi-yu. Chiqib ketasan, shuncha pulim ko'tingga tiqsan, tushunayapsanmi? Tiqibsan tiqqan joyingga. Ma. Yomon uryapsan-a, urma. Roman. Qasas qilaman. Qasas olaman dedim, o'zini hozir shu ko'tingga tiqqan. O'tdi vallahi ko'rdi-yu, lekin ashuncha avtomat bor ekan vallahi. Harakat qilib ko'raylik otishga. Sen trenirovkaga borsan, undan arzitmaysan, sen bilsan kerak. Ne bilaman, Glock, Desert Eagle va olib o'tdim. Otishdi bular. Odam ham bor ekan. O'qlan. Beraber o'q. Bo'ldi. Tezroq hali porlaydi, qarab tur. Ben Allah bu yemez.
rekordlardansing. Qanaqa rekord? Hammasini tekkizlaydi. Menga yangi rekord. To'xtab turingchi. Janob mer, nima deysiz? Men qurol do'konini ochmoqchiman. Va siz unga qarshi emasmisiz? Albatta yo'q. Qaysi joyga? Ona yerdagi sotilar kelmas joyga sotib oldim. Hechga qurol do'koni qursam maylimi? Ha, albatta qurollaring bormi? Mana degal berib turibsiz, o'qlar bilan. Hozir menda mana tagida bitta qurolim bor-da, shuni olib chiqaman. Bo'pti, tekshirlasang bo'ldi. Bo'ladi, javob ber. Bu emas ekan. Bolalar, bu joydagi bu qurollar butun bir armiyani qilishga yetadi. Mana AVM, Skarel, Deagle va ulardan ajoyib qurollar. Qaysi qurol olsam ekan? Albatta men to'pponchalarni olaman. Deagle, o'qa, Deagle, o'qa, yana bitta o'qa. Keyin bir ponna olib ketaman. Kalat. Boyda. Janob mer, endi bu yerdan qanday chiqaman men? Sizga savolda. O'zi qanday qilsam chiq. Shuncha payt qara. Endi chiq. To'xtama. Bitta qaraychi. Pastga tushaman, bu joy emas ekan. Valla har bir joynagidan tunnel qaziyapman. Qayerda bo'lish kerak? Bu yerdan bu tosh ekan. Bu yoqchi bu qaysi taraf edi? O mana. Qishloqqa mendan rozi bo'l. Hozir senga mayli? Chiqib. Hoy, uyda nima qilyapsan sen? Bo'pti, qishloqqa otib ketaman. Mana ketyapman. Hoy, meni bunkarimidi? Menga qara. Tezroq borishim kerak. Hamma har bilan men qarasiz. Sen hali ham ketmadingmi? Ahmoq, nimaga otding meni? Menga qara, seni o'ldirishim kerak. Qishloqlarim ko'payib ketdi. Rahmat siz qilganing uchun. Nega? Uni menda $100,000 qarzi bor. Ha. Janob mer, mana menda digillar ko'p. Shularni men sotmoqchiman. O'ti qarabda daxli digil bor. Hammasi senga. Rostdan. Ha, senga. Bitta digil bor, bir sandiq. Shuni oldim. Hamma har bilan men qarovsiz bo'ldim.